Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Bizda yangi oshxona mebelimizni olib kelib, ustanovka qilib bitkizdik. Bu oshxona mebelimiz Farg'ona viloyati Yozyovon tumani Xonot qishlog'i Odil akamning uyiga olib keldik. Odilxo'ja akamiz uyiga xudo xolasa chiroyli qilib o'rnatib, yangi xonadonlar uylar solgan ekan. Mana uyga moslab oshxona mebellarimizni chiroyli qilib ustanovka qilib bitkizdik. Bu oshxona mebelimizni narxigacha, razmerigacha aytib o'tamiz. Videoni o'tkazmasdan ko'ringlar. Videomiz yoqsa like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xolasa sizlarga ham xonadonlaringizga shunaqa chiroyli mebellar qo'yishda davom etamiz. Bu oshxona mebelimizni 1 metrini mana shu eshikdan kirish burchakgacha 2.25, bu burchagimizdan shu chekkasigacha xolodilnikni qirg'og'igacha 440 cm bo'lgan joyga ustanovka qilib bitkizdik. Bu oshxona mebelimizni akrildan ishlatdik. Tagiga qora akril, tevasiga och seriya akrildan ishlatdik. Ichi pudralik. Doskalari rossiyskiy ishlatdik. Burchak doskalarini qo'yib, chekkalarigacha mana temirlarigacha qo'yib, mo'ykalarni germetiklab, kafellari bizdan bo'ldi. Plyumslarni ham germetiklab qo'yib berdik. Barni stoykali qilib bu chekkamizga tepasi plafon pasolli bo'ldi. Xo'p, bu oshxona mebelimizni poldan o'lchaganda balandligi 2.40, xo'p, razmeri 4.40, bu tomoni, bu chekkasi 2.25 joyiga ustanovka bo'lib bitdi mana shu holatda. Xo'p, bu oshxona mebelimiz bu chekkasida uni idishga joy qildik. Hozir olib chiqib qo'yganimiz yo'q, g'ildirayli bunisi tortsa chiqaveradi. Barni stoykasi 3 xil qo'ydik, tagida svetlari bilan. Mo'ykamiz gelli, savatchali. Bu tomonimizda original shushulkasi bor, tarelkalarga, chinilarga. Burchaklarini ham qo'yib berdik, keyingina qilib. Bu tomonimizda sochiq ilgichlarimiz, magnitlarimiz bor, qo'shib soladigan patnislari ichida. Rolilarimiz ham vakuumli, o'zi tortib oladigandan qo'ydik. Eshiklarimiz ham mexanizmlarigacha vakuumli bo'lgan, osha-moshalari 4 tadan qatirilgan, chekkalari plastmassa kromka bo'lgan. Mana yopilish holatlari. O'zi sekin yopilaveradi. Bu joyimizda tuz quruq joyiga cho'ntachalarimiz bor. Bu tomonimiz ichi polkalik. Xudo xolasa chiroyli qilib o'rnatdik. Bu joyimizda xolodilnikni o'rni vitoy texnika bilan gaz yutishgalar ulgib kelmagan uchun shu holatda videoga olib turibmiz. Bu tomoni mana uzungina, chuqurgina bo'lgan xolodilnik baravar bo'lib, ichini ham keng qilganmiz. Mana shu holatda chiqdi. Kimga ishimiz yoqsa murojaat qilaverasizlar. Vodiy bo'ylab ustanovka qilib beramiz. Dastlabki ustanovkasi bepul. Bu oshxona mebelimizni 1 pogona metri 1 metr, bo'yi 2.40 bo'ladi. 2.400.000 so'mdan tayyorlab ustanovka qilib bitkizib beryapmiz. Shu turlishi mana shu oshxonamiz kafeli ichida shushulkasi, mo'ykasi, sochiq ilgich, magniti, barni stoykalari bilan ichida bo'lib 15,5 million so'mga ustanovka qilib bitkizdik. Mana shu holatda tevada plafonlari 3 xil fasonda yonadi. Mantur akalarimizga ulatib qo'yamiz, xudo xolasa ishlayveradi. Mana shu holatda mana. Video davomida xato kamchilik bo'lsa uzr so'raymiz. Qo'ldan kelganicha sizlarga chiqarib boryapmiz, qilib borayotgan ishlarimizni. Pastki holatlari, pastki qora akril pudraligidan bo'lgan. Mana doskalari toshlik. Bu joyimizda plyumslarni ham germetiklab o'rnatib berganmiz. Mana shu holatda. Razmerlari, narxigacha aytib o'tdik, xudo xolasa. Mana shu holatda.